Kim papa? Ya, uzr aka, shu elektr pechkalar kerak edi menga. Aka siz to'g'ri kelibsiz. Yo, ama to'g'ri kelmadim. Ishdan shunday burildim, anetdan o'tib Men keldim. yana gap ko'paytirib nima qilasiz? Qish kelasizmi, to'g'ri kelasizmi? Endi bitta pechka olasiz. Yo, bo'ldi, o'zi olgani Mana keldim. pechka kerak. Mana aka mana shu yoqyapti-da, qanday istyapti, uyda mana shular. Agar tashqarida quyosh bo'lmasa, ichkarida quyosh bo'ladi. Bu siz uyingizda quyosh bo'lib istadi. Ishonasizmi shunga? Yaxshi istadimi axir? O'ta go'zal istadi. Bunda ovqat pishirsangiz ham bo'laveradi. Narxlari nech pul ekan? Aka buni narxlari 130 ming so'm. Yo, aka menga spirallik yaxshiroq shekilli, menimcha shu. Qo'lingiz oling. Dada, mana bu spiralli. Yaxshi ekan, ustida ham bor Bu ekan. tomonda 3 ta, bu tomonda bitta, 4 tali. Mana bitta xolasangiz, kechqurundan qolgan ovqatlarni ham siz bo'ladi. Yo, meni xonam juda kichkina, bu kattalik qiladi menimcha. Yana bitta, tadam, mana kichirog'i sizga. Vo, Bu ham xuddi o'sha, faqat kichirog'i. Ma'qulmi? bu yaxshi isitmaydimikin, bundan yaxshirog'i yo'qmi? Mana bularga bitta boqingchi. Bu nimasi? Bu dubayskisi. O'ta istadi. O'zbekcha, tojikcha deb qo'yibdi. Men yana Dubayda hozir o'zbek tojik tilida gaplashyapti, ya? Yo'q. Ha, nimamizni olasizmi yo'q? U qanaqa? Bu kichkina, ammo issig'i katta. Kichkina, lekin katta. Ha, shunaqa. Narxlari qanaqa bo'lyapti? Buni narxlari endi mana uni narxini aytdimmi 130 ming dedim aka. Mana bularimiz 190 ming so'm. Mana bularimiz 150, mana bu 180, mana bu kichkina asalarini 110 qilib beramiz. Kelishtirsa bo'ladimi? Bundan ortiq kelishtirib bo'lmaydi. Optim olaman. Optim olsangiz kelishtiraveramiz. 5 so'm a'bag'i bor.